Xo'p, demak qarang, mana bu o'sha Qoraqalpog'istondan Qozog'istonga chiqib ketish Beyno yo'l deyshadi. Shimol darvozasi yo'li. Qarang. Endi shu yo'l bo'lganda, endi mana shu yerdan qatnashgan. Mana yo'l bo'yi qarasangiz, nerlari ham mana juda yomon ahvolda. Bunaqa joy juda ko'p xullas. O'sha haydovchilar, yuk tashuvchi haydovchilar e'tiroz qilib tanqid qiladigan yo'l mana shu bo'lgan. Xullas, yurib bo'lmaydigan darajada bo'lib ketgan. Qarang. Shu Qo'ng'irotni demak Qoraqalpoq aholi punktiga borishda mana shu yo'ldan borilgan ekan. Yo'l 8 soat bo'lgan va qaysi mashina borsa baloni yorilavergan ekan, shunchalik yo'l yomonlikda. Mana endi o'rniga mana yangi yo'l qilib qo'yishdi, qarang. Mana bu eski yo'l qoldi, mana yangi yo'l. Mana shu Beyno yo'li. Qarang qanday chiroyli tekis. Betonli yo'l. 120, 150, 200 tezlikda ketyapti mashinalar. Mana shu ish juda ham tarixiy ish bo'lgan. O'rtoqlar, juda ko'p odamlar tanqid qilgan yo'l mana tekislanibdi. Shimoliy darvozaga yo'l ham deyishadi, Shimoliy darvoza. Tekis mana shunaqa chiroyli yo'ldan qatnashyapti. Biz ham xursandmiz xullas, gap yo'q yo'lga. Mana bo'lar ekan-ku.